Ozigandan keyin yana qaytib semirib ketmaymanmi? Odamlar ham ajoyibda. Hozirda butun dunyoda har 8 ta odamning bittasida semizlik, har 6 ta odamning bittasida ortiqcha vazn bor. Bizga ham bemorlar kunda anchagina semizlik bilan yoki ortiqcha vazn bilan bemorlar keladi. Kelganda so'rab so'rishish davomida bemor doim miyasida bitta fikr bilan doim bizga shu fikrni, savolni bermoqchi bo'lib turadi. Ozigandan keyin yana qaytib semirib ketmaymanmi? Semirmaymanmi? Nima qilaman keyinchalik ozigandan keyin deydi. Hali u bemorda semizlik sababini topmadik, tahlillar qilmadik, dori-darmon buyurmadik. Hali ozigani yo'q, hech qanday harakat qilgani yo'q. Lekin ozigandan keyin yana semirib ketmaymanmi? Bunga kafolat beriladimi deydi. Oshqozon muskilli a'zo, uni bariatrik operatsiya qildirib, ingichka ichakdek qilib shakl keltirib qo'ygan taqdiringizda ham siz yana avvalgidek ovqatlanishni boshlaydigan bo'lsangiz, oshqozon yana avvalgidek yana kattagina qilib, qopday qilib o'zini shaklini tiklab oladi. Oziganingizdan keyin hech butun dunyoda hech qaysi o'zini hurmat qilgan shifokor qayta semirmaysiz deb dadil ayta olmaydi. Har qanday kasallikdan keyin yoki boshqa kasallik qaytalanmasligiga hech kim javob bermaydi. Shunday ekan, o'zi ozigan bemor shuncha vaqt davomida ozidi, bosqich yillar davomida to'pladi vaznini. 5 yil, 10 yil davomida semirib keldi. Tezroq natija olgisi keladi, lekin bunaqasi iloji yo'q. O'sha semaglutidmi, Monjaromi, tirzepatitmi farqi yo'q. Har qanday dori-darmondan keyin ham, operatsiyadan keyin ham anchagina vaqt sarflaydi ozish uchun. Demoqchi bo'lganim, shuncha vaqt davomida ozigandan keyin inson o'zini tanasini his qilishni o'rganadi. Har doim kun davomida yurganda qancha kaloriya qabul qilayotgani, qancha chiqarayotgani, bugun qancha energiya to'play oldi, qancha sarflay oldi, bugun vaznida qancha gram o'zgarganini ongli ravishda o'zi tanasi his qiladigan darajaga chiqib qoladi insonlarda. Shu paytda o'zi ozigan, tabiiy, sog'lom harakat bilan ozigan odam keyinchalik aniq semirmaydi. Endi operatsiya qildirib, oson yo'lini qidirgan odam yana qayta semirishi juda ham oson.